vatandan kelgan uchurlar. Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistonda bir-birini pash qilish tuzumini yo'lga qo'ygan. 2021-yili 4-oyning 3-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining ministri Javkaji Sharqiy Turkistonni ziyorat qilib qaytgandan keyin Qashqar, Xotan, Aqsularda uy tekshirish va pash qilish harakatini qayta qo'zg'agan bo'lib, mahalla soqchisini o'z ichiga olgan 5-6 kishilik guruhga xohlagan chog'da xohlagan uyga kirdi ekan va butun yerni qidirib tekshirdi ekan. Ba'zi uylardan palto pichoq qatorliq narsalarni yig'ib elib chiqib ketadi ekan. Undan boshqa mahalla kadrlarining boshlamchiligida bir-birini pash qilish harakati qo'zg'agan bo'lib, hech kimga ishonolmaydigan bir vahimalik holat borliqqa kelgan. Uyg'urlarning an'anaviy uylari asosiy jihatdan vayron qilingan. 2021-yili 4-oyning 3-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Uyg'urlar eng zich o'ltiraqlashgan va madaniyat qo'yiq saqlangan joylardagi Uyg'ur an'anaviy uylari asosiy jihatdan vayron qilingan bo'lib, uy cheqilgan ba'zi Uyg'urlarga boshqa yerdan uy berganda 100 kvadrat metr o'rniga 40 kvadrat metr bo'yicha hisoblab bergan. Buningga rozi bo'lmaganlarni lagerga solaydiganligi bilan tahdid soladi ekan. Xitoy bloger o'ziga ishinib Sharqiy Turkistondagi ishlarni deb bergan Uyg'ur qizni soqchiga ma'lum qilgan. 2021-yili 4-oyning 3-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Weibo to'ridagi 100 necha ming agash kuchisi bo'lgan Haruko deb ism qo'yib olgan Xitoy bloger chet el shirkatlarining Uyg'urlarning majburiy emgikiga munosabatlik paxtini boyqut qilish harakatiga qarshi chiquvchi cho'lpon bo'lib, Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan jinoyatlarni Amerikaning o'ydirmasi deb ishongan. Uning agash kuchilari ichida bir Uyg'ur qiz bo'lib, Uyg'ur qiz Xitoy blogerga ishinib o'z oilasining kechmishini, dadasining va akalarining tutilib ketganini deb bergan. Xitoy bloger bularni anglab, yig'lab ketgan va u yerlarda nimalarning bo'layotganligini so'ragan. Xitoy bloger Uyg'ur qizdan anglagan ba'zi ahvollar orqali chet el taratqullarining xabarlarining balkim ba'zi asosi borligi haqida ko'z qarashlarini o'rtoqlashgandan keyin agash kuchlarining qattiq hujumiga duch kelgan va Uyg'urlarga yon bosgan xoin deb ayblangan. O'z agash kuchlaridan kechirim so'rabmi hujumdan qutulolmagan Xitoy bloger oxiri o'ziga ishinib gap qilgan Uyg'ur qizni oshkorlab soqchiga ma'lum qilgan. Bengaldagi ijtimoiy diniy tashkilotlar BDTga chaqiriq qildi. Iqtisod vaqti gazetining 3-aprildagi xabariga qaraganda, Bengaldagi ta'sir kuchli ijtimoiy va diniy tashkilotlar BDTni Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlar qilingan ziyonkashlikni to'xtatishda o'z rolini joriy qilishga chaqiriq qilgan. Juma kuni Bengalda muxbirlarning kutilish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Uyg'urlarning faryodi degan kitob tarqatilgan. Yig'in qatnashuvchilar musulmonlar dunyosining Xitoy Kommunistik partiyasining Sharq Turkistonda ilib borgan vahshiyligiga hozirgacha sukut qilganligini ayblagan va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti vakillari o'mikining Sharq Turkistonni tekshirishiga ruxsat qilinish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Xabarda yana zarurat tepilganda Saudiya Arabiston, Turkiya, Misr va boshqa davlatlarga elchixonalarga Uyg'urlarga qilingan ziyonkashlikni to'xtatish uchun isbot ko'rsatilganligini tilga olgan. Yaponiya Xitoyni Uyg'urlarning va Hong Kongning ahvolini yaxshilashga chaqirdi. Wall Street Journal'ning 5-aprildagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Yaponiyaning diplomatiya ministri Xitoy hukumatini Uyg'urlarning ahvolini yaxshilashga va Hong Kongdagi bostirishni to'xtatishga chaqirgan. Tokyo Washingtonning yaqin ittifoqdoshi bo'lsa-mu, ammo hozirgacha eng chong savdo hamrohi bo'lgan Xitoyni g'azablantirib qo'yishdan ehtiyot qilib, Amerika va boshqa davlatlarga qo'shilib Xitoyga jazo yurgizmagan. Tokyodan kelgan bu favqulodda uchurning Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suganing 16-aprildagi Amerika prezidenti Bayden bilan bo'lgan uchrashuvdan burun o'ttirg'i chiqishi kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Xabarda yana dushanba kuni Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegining Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefon suhbat olib borganligini bayon qilgan bo'lib, Xitoy hukumatı burunqiga o'xshashla hech tap tortmasdan Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini inkor qilgan
və Yaponiyanın Xitayning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turgan. Amerika 2022 yillik qishliq olimpik tənərkət müsabiqəsini boykot qilishni o'ylashyapti. Forbes jurnalining 6 aprellik xabariga ko'ra, Xitoy Kommunistik partiyasining kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi xalqaro inkoslarning barg'ansir kuchayishiga ergashib, Amerika hukumatı Xitoyda o'tkaziladigan 2022 yillik qishliq olimpik tənərkət musobiqasini boykot qilishni o'ylashgan. Amerika Davlat ishlari mahkamasining bayonotchisi Ned Price'ning bildirishicha, agar boshqa davlatlarmi bu qitimliq olimpik tənərkət musobaqasiga qatnashishdan o'zini chetga olsa, Amerika hukumatining bu musobaqani boykot qilishi mumkin ekan. Bu bayonot Davlat ishlari mahkamasining yillik kishilik huquq doklati e'lon qilinib, bir haftadan keyin o'ttirib chiqqan bo'lib, bayonotda Xitoyda Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni vahshiylarcha bostirishni va Wuhanda Xitoy virusining tarqalganligini xabar qilgan 4 muxbirning yo'qolib ketganligini ayblagan. Yevropa-Xitoy munosabati xirisga duch kelmoqda. Reuters agentligining 7 aprellik xabarida ma'lum bo'lishicha, Xi Jinping chorshanba kuni Germaniya bosh ministri Angela Merkelga Xitoy hukumatining Yevropa-Xitoy birlashmasiga munosabatida turli xirisga duch kelganligi va Yevropaning mustaqil to'g'ri hukm chiqarishini umid qilganligini aytgan. Xi Jinping yana Yevropa ittifoqi bilan Xitoy hukumati bir-birini hurmatlashi, bir-birining ichki ishiga aralashishni tugatib, o'rtaq hamkorlashish kerak deb bildirgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Yevropa ittifoqi oldingi oyda Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi sababidan Xitoy amaldorlari qarta jazo yurgizgan bo'lib, Xitoy bu ayblashni rad qilgan va orqadanla Yevropa ittifoqining bir qism parlament a'zolari va o'rinlarini qor tizimiga kirgizgan. Xabarda yana Merkel bilan Xi Jinpingning Xitoy virusi vaksinasini ishlab chiqarish va tarqatish, iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish va klimat o'zgarishi to'g'risidagi masalalarni muzokara qilganligi tilga olingan. Sharqiy Turkistondagi 2 sobiq amaldor o'limga hukm qilindi. Amerika ovoz to'rining 7 aprellik xabarida deyilishicha, Sharqiy Turkistondagi 2 sobiq hukumat amaldori bo'lgunchilikka chetishlik deb ayblanib o'lim jazosiga hukm qilingan. Sobiq ma'rif amaldori Sattar Saud milliy bo'lgunchilik, terrorlik va diniy ashqunlikni Uyg'ur tilidagi maktab darsligi kirgizgan deb ayblangan bo'lsa, Sharqiy Turkistondagi rayonlik adliya bo'limining boshlig'i Sherzod Bowdun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan terrorlik tashkiloti tizimiga kirgizilgan Sharqiy Turkiston islom harakatining a'zolari bilan til biriktirish, shundaqla qizining to'yida qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullanish degandek jinoyatlar bilan ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilingan. Xitoy tashviqotining razilligi. Xitoy hukumati tashviqot bo'limi 2021 yil 3-oyning 30 va 31 kunlari Urumchida yig'in ochgan bo'lib, 4-oyning 1-kuni CGTN xalqaro kanalida Qorong'uliqdagi urush, Xinjiangdagi terrorlikqa qarshi kurashdagi Xirislar nomli filmni tarqatganligini e'lon qilgan. Bu film 4 bo'lakdan tarkib topgan bo'lib, Xitoy o'zining Uyg'urlarni bostirish jinoyatlarini yana bir qatim terrorlikqa qarshi kurashga bog'lab turib, irqiy qirg'inchilik qilmishini aqlamoqchi bo'lgan. Gerçi bu filmning bir ssenariy ekanligini nurg'un odam his qila olsa-mu, buning Uyg'urlarga va Uyg'urlarni bilmaydigan kishilarga elib keladigan salbiy ta'siri oz bo'lmaydi. Bu film ustalik bilan tayyorlangan psixik hujum bo'lib, Uyg'urlarning orasiga bo'lgunchilik silish va Uyg'urlarning g'ururini sundirishni maqsad qiladi. Xitoy bu filmda jazo lagerlarining borligini e'tirof qilgan va uni haqliq ko'rsatishga uringan. Bu filmda Xitoy tarafidan majburiy so'zlatilgan Uyg'ur yoshlarining guvohliklaridan va tövbelaridan noiti ustalik bilan foydalangan bo'lib, ularning so'zlari Uyg'urlarni oldi olmasimi, Uyg'urlarning haqiqiy ahvolini bilmaydiganlarni xeyli qaymoqtira oladi. Bo'libmi Abdul Tursun To'xti ismi bilan chiqqan odamning Allah talab qilsa, o'zimning o'g'linimi bo'g'izlayman degandek so'zlari Uyg'urlarni va islomni xunuk ko'rsatishga cho'ng rol o'ynaydi. Abdul Tursun To'xti nomidagi kishining so'zlarining bir oldin tayyorlangan o'yin ekanligi aniq bo'lsa-mu, uning so'zlarining Uyg'urga qanchalik ziyon elib keladiganligini mo'ljarlash bakli tas. Bu shaxsni ba'zi Uyg'urlarning qahramon deb tunishini, Xitoyning Uyg'urlarning ojizligi va psixikasini qanchalik cho'nqur tushunadiganligining bir belgisi deyishga bo'ladi. O'z dinini tushunadigan va e'tiqodi durust bo'lgan hech qanday musulmon Xitoyning tashviqotiga moslashib, o'z xalqiga ziyon bo'ladigan ishni qilmaydi.
balki iman aqidasida mustahkam, vatan sevgisi kuchlik nurg'un Uyg'ur yoshlardek dushmanning qiyin qistoqlarida o'lishga rozi bo'ladi-ki, Xitoyga taslim bo'lmaydi. Xitoy Uyg'urlar hurmatlaydigan ba'zi kishilarni yig'latib, tövbe qildirish orqali Uyg'urlarning g'ururiga zarba berishni maqsad qilgan. Gerçi hamma Uyg'ur degidek, o'sha kishilarning qiyin qistoq ostida shunda qilganligini bilsimi, ammo uni ko'rgan har qanday Uyg'urning ruhiyatida ig'ir davolg'ishlar bo'ladi. Film alayda mahorat bilan tayyorlangan bo'lib, oldi bilan Xitoy fuqarolari uningga ishonadi. Ondan qalsa Uyg'urlar vaziyatini bilmaydigan kishilar ishonishi mumkin. Gerçi bu film g'arb dunyosini aldab ketalmasimi, ammo ba'zi kishilarni xeyli zo'r darajada qaymoqtirishi mumkin. Bo'libmi Xitoyning Uyg'urlarni xalqaro terrorlik bilan bog'lab qarlishi har qachonqadek oz to'la bo'lsa-mu, utuqliq bo'lishi mumkin. Uyg'urlarga qarta Xitoy psixik hujumini nishon qilgan bo'lib, bu filmni ko'rgan Uyg'urlarda o'zini kamsitish va umidsizlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Xitoy bu orqali Uyg'urlardagi sharaf, nomus tuyg'usini ojizlashtirishni, Uyg'urlarning qahramonlikqa bo'lgan tushunchasi va milliy vijdoniga bo'lgan o'lchimini tuvallatishni va qalaymaqonlashtirishni planlagan. Xitoy bu film orqali Uyg'urlar ichida talash tortish va bo'lgunchilik paydo qilg'ili bo'ladi hamda vatan ichida yoki sirtida bo'lsin bir-birsiga ishonmaydigan qilg'ili bo'ladigan ruhiy holat yaratqili bo'ladi deb qaraydi. Xitoy 70 yildan buyon shuncha bostiribmi Uyg'urlarning Xitoyni past ko'rdigan milliy ruhini va g'ururini sundira olmagan bo'lib, Xitoy eng qo'rqadigan narsami shu edi. Halbuki Xitoyning bu film orqali maqsadiga yetolmaydiganligining yana nurg'un sabablari bo'lib, muhim bo'lgani Xitoyning boshqalardan farqli bo'lgan dunyo tushunchasi asosida Uyg'urlarga choplagan tuhmatlari osonli pash bo'lib qoladi. Xitoyga jinoyat bo'lib tuyulgan nurg'un ishlar dunyoning boshqa joylarida eng asosiy insonlik huquq bo'lib, Xitoy bu nuqtani hargiz tunib yetolmaydi. Xitoy ig'ir jinoyat va terrorlik deb tonigan Uyg'ur darslik kitoblaridagi mazmunlar amaliyotda Uyg'ur ma'rifchilar tarafidan Xitoyning qonun tuzumlari yo'l qo'ygan doirada tuzib chiqilgan Uyg'urlarning madaniyati va tarixini tunishtiradigan normal o'qishliq. Xitoyning jinoyat qarshi va baxt tushunchasi Uyg'urlar shundaqla erkin dunyodagi boshqa insonlar bilan butunlay o'xshamaydi. Agar Xitoy jinoyat paketi va terrorlik manbasi deb qargan darsliklarni isbot qilib, Uyg'urlar bilan Xitoylar o'ttirsida bir xalqaroliq da'vo ochilsa, Xitoy butunlay rasvo bo'lgan bo'ladi. Uyg'urlar va yaxshilik. Uyg'urlar o'zlari muhtojdir, ular boshqalarga bera oladigan va yaxshilik qila oladigan millat. 2017 yilda boshlangan cho'ng bostirishning oldidagi vatanning ahvoliga qaraydigan bo'lsak, xalqimizning nurg'un qiyinchiliklari yanada o'zimizdan tashkillangan saxovatchilar va xolis fidokorlarning kuchi bilan hal bo'lib mangan. Bugungi kundami har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning nurg'un masalalari yanada o'zaro yordam va xayr-saxovat yo'llari bilan hal bo'lmoqda. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar o'zlarining kimligini va madaniyatini saqlab qolishda o'zlari barpo qilgan xayr-saxovat organlarining yordami nihoyatda muhim rollarni o'ynaydi. Hozir mushu maqsad bilan qurilgan va ilgarilayotgan fondlarning biri sifatida Uyg'ur Yar fondini alohida tilga ilishga bo'ladi. Uyg'ur Yar fondi eng dastlab 2017-yili Turkiya, Norvegiya va Amerikadagi bir qism g'oyali kishilar tomonidan qurilgan bo'lib, ular dastlabda Uyg'urlar ichida familiyani umumlashtirish va Turkiyadagi Uyg'ur o'quvchilarni iqtisodiy yordam bilan ta'minlashni nishon qilib ish boshlagan. Uyg'ur Yarning eng dastlabki ko'rinarli ishi Misrdan qochgan bir qism o'quvchilarga yordam berish va ularni Turkiyada o'qishga o'rinlashtirish bo'lib, 63 nafar kishiga aeroplan belti, 35 kishiga Turkiya vizasi ilib berib, ularning bexatar davlatlarga ketilishiga yordam qildi. Shuningdan keyin Uyg'ur Yar Turkiyani asos qilib, qiyinchiligi bor Uyg'ur o'quvchilarga o'qish yordam pul berish qatorliq bir qator atrofli planlarni yo'lga qo'yib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning iqtisodiy yordam bilan o'z planlarini amalga oshirib kelmoqda. Uyg'ur Yarning iqtisodiy yordami bilan magistrlik va doktorlikni bitirganlar
xalqimiz uchun unumli xizmatlarni qilmoqda. 2019 yılı Uyghur Yar Xalqaro Kishilik Huquq Fondiga iltimos qilib erishgan pul bilan Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda yurgizilayotgan lager siyosatining ziyonkashligi uchirg'uvchilarining arxivini turg'izish turini muvaffaqiyatli o'rindab 4572 arxiv turg'izib chiqqan bo'lib, matbuotlar va kishilik huquq organlarining foydalanishi uchun berilgan. Uyghur Yarning asosiy xizmatlaridan bo'lgan o'qish mukofoti, aspirantlik, doktorlik va boshqa turdagi o'qish mukofotlarini berishni izchil davom qilayotgan bo'lib, hozirgacha 200 dan ortiq o'quvchiga 700 ming liradan ortiq mukofot berilgan. Uyghur Yar 2021 yılı virus mezgilki qiyin günlerde internet muhitida o'qishni normal davomlashtirish uchun Turkiyadagi 50 dan ortiq o'quvchiga tablet elib bergan. Uyghur Yar zulmdan qutulib chiqqanlarning ichidagi o'rindan dastur xalqaro matbuotlarning oldida beshidan o'tganlarini anglitishga jur'at qilgan qahramonlarimizga amaliy ahvoliga asosan 2020 yılı 20.200 lira iqtisodiy yordam bergan. Uyghur Yar Asad Sulayman nashrga tayyorlagan 20. asr Uyghur tarixida aytilmagan hikoyalar yurishlik asarlardan Abdurim Aysa va Uyg'uriston tushining barbod bo'lishi, siyosiy sahnadagi Zakirovlar 1937, 1957, 2017 asarlarlik asarlarni nashr qilib, o'qirmanlar bilan yuz ko'rishdi. Uyghur Yar vatandan kelgan bir turkum maxfiy hujjat va arxivlarning xalqaro dunyoga oshkorlanishiga turtki bo'ldi. Fidokorlarning tirishishi va xalqimizning qo'llab-quvvatlashi bilan Al Jazeera, BBC, Vice, Sky News, New York Times, Washington Post, CNN, DW qatorliq nopozliq va o'qirman ko'rurmanlari ko'p televizor va gazeta jurnallar bilan xalqimiz orasida ko'rik bo'lib, har taraflar bilan aloqalashib, axborotlarda chiqishni xohlaydigan, o'z dardi va qarindoshlarining zulmini dunyoga oshkorlashni xohlaydigan 150 dan ortiq qarindishimizni muxbirlarga tunishtirdi. Axborotchilik xizmatida Uyghur Yar qarqash hujjatlarini dalollash, axborotlashtirish va dokladga aylantirib sunish qatorli xizmatlarni qildi. Aqsu tizimlikini dalallashga yetakchilik qilib, avadliq Uyg'urlarning yordamida taratqularning diqqatiga sundi. 4577 kishining arxivini Uyg'ur sud kollegiyasiga paket qilib sundi. 2020 yılı Arabcha taratqular bilan aloqa qilib, Alan televiziyasida Uyg'ur yoshlarining va o'lmalarning tutqun qilish masalasini arab dunyosiga anglatdi. Bu tirishchanlik natijasida Saudiya Arabistonda hajga berib tutqun qilingan Hamdullah Vali va Nurmuhammad Oğuz masalasini kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bilan aloqa qilib, dastlabki qadamda qaytarmaydiganlik xabariga erishdi. Uyghur Yar fondi qilgan ishlar buninglik bilan cheklanmaydi. Ammo xalqimizga texnik foydali xizmatlarni qilishda yanada iqtisodiy qiyinchilikqa duch kelmoqda. Muborak Ramazon oyida Uyghur Yarni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llash, xalqimizni asoratdan patroq qutuldirishda o'z burchingizni ado qilgan yaxshi fursat bo'lib qoladi. Oldida Vaslidin o'zga kerakmas, manga jonon oldida. Arzuyum senla irorsan, ten bilen can aldıda. Bir gülü rena irorsan, bağı bostan aldıda. Ta ziyaret kılmasam men, seni imkan aldıda. Yüzlerim şermende bolsun, tanla subahan aldıda. Dunyaga ten eylemeymen, tağlarının taşını. Seni de taşqa koşar men, düşmanının başını. Sen üçün derya iqtsam, şum rakipler yaşını. Mümkün olgaymu körüşke, aygı okşaş kaşını. Kara bəxtim ak bulurdu, şundur Rahman aldıda. Sen idin dünyada bir hüsnü güzel nazuk beden. İkimizde bağlanış goya ki erdi canu ten. Ah güzel yar oynağan Kaşgar kuchar yerken. Nimeler boldi ikin
iflos oyoqda pok vatan. Sen uchun ko'zga ko'rinmas qancha qurbon oldida. Avvalida sen iding jannatga o'xshash bir makon. Erki o'ynab o'sgan idim qismag'on bu keng jahon. Xush puroqliq gul chechak tanlab uzardi bog'ibon. Obro'yingni saqlar idim men bo'liban pasibon. Düşmenin köz tikmez erdi şir ve kaplan aldıda. Men u çağda sendin ayrılmakni asla kütmeyen. İhtiyat kılgın rakiptin dise hergiz bütmegen. Çünkü ısık ve soğuk uçak bişimdin ötmegen. Argım akımni efendi qavrida ürkütmegen. Başka kamça tegmegenti yolda karvan aldıda. Vaderiha qaysı kündür şum rakip bastı ayak. Sen kabi hür nazininler üstiga saldı tayak. Men quchog'ingda turib tortdim ajab dardu firoq. Ne'mating lazzatlaridan ayrilib qoldim yiroq. Bir tilamchidek qisildim kuzda xaman oldida. Yig'ladim shundan buyon tun kechilar bedor bo'lib. Rahimsiz ögeygi kalgan kız yetimdek xor bolup. Havzi Kevserni keçiban tamçı suğa zar bolup. Tarlışıp ketken cahanga sığmayın bimar bolup. Boynu bağlangan müşkdek sanda çaşkan aldıda. Ömrüm ötmekte harlıkta, örtünüp hem kül bulup. At işekler ornuda, düşmenleringe kul bulup. Takdir pişane şu mikin dep, satsa belki pul bulup. Ötken ömrüm eslisem, yaşım töküler köl bulup. Mollunun imanı boldum, xuddi şeytan aldıda. Akıvet qoğlandı boldum, bir yolu tarttım pırak. Şum rakibning taliyi on geldi, men boldum yirak. Candın toygan, xuddi bir pervanedek, sen bir çıraq. Gün mu gün arttı sana köngülde bolgan iştiyak. Tamçı suğa zar boldum, behri umman aldıda. Meyli men barğunca yırtquşluq bilen xalqimni at. Meyli mehbub başıda qanlıq qiliching parqirat. Meyli vahşilik bilen ademçilik angni yo'qot. İntiqam alğum seningdin ta canım tende hayat. Hiç kaçan adem yenilmez, vahşi hayvan aldıda. Tart kolunu vahşi düşman, tehi cinim tende ba. İnşallah pat yıkında seni kılğum tarımar. Ey kelit çapsan yokal, güzel yerimni kılma tar. Sen kara zulmetni yo'qotsam, saadet tang atar. Kun nurun ko'rsatmagan sen, perde osmon oldida. Kurishim hech to'xtamas, ta qatri qonim qolgucha. Ta'siringni yo'q qilurman, qalbim aram olgucha. Azroil
bitti işin deb toki jonim olg'ucha ten sovub yürek tomur qon harakat to'xtalg'ucha shunda avlodim turar da'voga sulton oldida men borurmen ey nigorim sen umidni uzmagin düşmaningni ur faqat erkingina yurgizmagin oldinib düşman bilan sen ayshi ishrat tuzmagin shum raqibga bog'larimning mevasin uzgizmagin pat yaqinda tepsharmiz gül güliston oldida emasman düşmanimning qonini oqqizmisam xoinlarning aybini ko'ksiga taqqizmisam ot zaharlik nashtar ila o'zini chaqqizmisam allay etib yer bo'shikda hammasin yotqizmisam shunda mard nomini olg'um shohi mardon oldida dardlik dil hech to'xtamas sirliq qalam qaynab yozar dardlarimni eshitsa Xizrmu tasbihidin azar chunki ol badbaxt raqiblar millatimga go'r qazar mayli o'lsam so'ygu yo'lida tenim bo'lg'ay mazor kurashim ortar texmu qiz va o'g'lon oldida mikrofon oldida Qaraxon